Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning. O'zingizni namoyon qiling va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Kim bilan gaplashyapsan? deb so'raydi otasi. Orqadan kelib qolganida hayratga tushgan bola tezda orqaga qayriladi. Bola javob berishga ikkilanadi, ammo otasi qayda so'ragach, favoradagi ayol bilan gaplashayotganini tan oladi. Otasi hayron bo'ladi. Favoradagi ayol? Bola bu ayol yaxshi ekanligini, hatto onasiga o'xshashligini aytadi. U bu ayolni onasi deb o'ylaganini ham aytib o'tadi. Otasi chuqur xo'rsinib, bolasining qo'lidan ushlab uni uyiga olib kiradi. U yerda kichik yig'in bo'lib o'tayotgan edi. Mehmonlardan biri bolani so'rab qoladi. Otasi hammasi joyida ekanligini aytadi. Ammo rafiqasining vafotidan keyin o'g'li bilan bog'liq tashvishlarni borligini aytadi. Uning xatti-harakatlaridan g'alati o'zgarishlar borligidan xavotirda. Ayniqsa, bola orqa hovlidagi favoraga tikilib turganini ko'rganida. Bir necha kundan so'ng maktabda bolalardan oylari haqida rasm chizish so'raladi. O'qituvchi bolalarning rasmlarini tekshirib yuradi va o'sha bola oldiga keladi. Bola o'z rasmini tushuntiradi. Otasi va favorada yashaydigan onasi. O'qituvchi hayron qoladi. Onang favorada yashaydimi? deb so'raydi. Bola esa ishonch bilan, "Ha, aynan shunday" deb javob beradi. Ularning orqa hovlilaridagi favora onasining eng sevimli joyi edi. Onasi bu joyni sehrli deb aytgan va aynan shuning uchun uyni sotib olishganini aytardi. Onasi vafot etganidan so'ng bola favoradan bir ovozni eshitardi. Bu ovoz onasiga o'xshamasa-da, u bu onasi ekanligiga ishonardi. Endi u favorada yashaydi. O'qituvchi bolaning otasiga qo'ng'iroq qiladi. Otasi unga qo'ng'iroq qilganligi uchun minnatdorchilik bildiradi va o'g'li bilan gaplashishga va'da beradi. U boshqa bolalar favoradagi ayol haqidagi hikoyalardan qo'rqib ketayotganligidan afsusda va bu masalaga nuqta qo'yishga qaror qiladi. O'sha kechasi bolani uxlayotganida otasi unga onasini sog'inayotganini tushunishini, ammo favoradagi ayol haqida gapirishni to'xtatish kerakligini aytadi. Onasining qaytishini xohlayotganini biladi, lekin u endi yo'qligini tushunishi kerakligini tushuntiradi. Peshonasidan o'pib ertalabgacha tinchgina uxlashni aytadi va choyshabini yopib qo'yadi. Ammo otasi chiqib ketgach, bola asta turib, deraza oldiga boradi va orqa hovlidagi favoraga termiladi. U yerda suv yuzasida akslar o'ynardi. Suv birdan sokinlashadi va shunda suvdan yasalgan qo'l favoradan chiqib unga qo'l silkitadi. Otasi hammomdan chiqib yotoqqa qaytishdan oldin o'g'lini tekshirib o'tmoqchi bo'ladi. Ammo o'g'li to'shakda emasligini anglagan zahoti hushyor tortadi. U yugurib xonaga kiradi. Hech kim yo'q. Sarosimaga tushgan ota o'g'lini chaqiradi va xonimni ko'zdan kechiradi. Shu payt deraza oldidan nimanidir ko'radi. Derazaga yaqinlashganida o'g'lining favoraga qarab yurayotganini ko'radi. Ammo eng hayratlanarlisi, oy nurida yaltirab turgan yarim shaffof ayol bolani o'ziga chorlayotgan edi. Ota darhol pastga yuguradi va orqa hovliga chiqadi. U yerda o'g'li suv ayol bilan quchoqlashib turganini ko'rib dahshatga tushadi. Ammo otalik tuyg'usi ustun kelib, u favoraga yuguradi va o'g'lini ayoldan tortib oladi. O'g'lini orqaga tortar ekan, ayolning suvdan yasalgan qiyofasi asta-sekin suyuqlikka aylanib pastga tushadi. Ota o'g'lini uyga olib kiradi. Nima bo'layotganini tushunmasa-da, faqat shuni takrorlayveradi. Hammasi joyida. Endi u xavfsiz. Ertasi kuni ota mahalliy ruhoniyga qo'ng'iroq qiladi. Bu gaplar eshitishga aqldan ozgandek tuyulsa-da, politsiya ishonmaydi. Boshqa iloji qolmagan edi. Ruhoniy uni tinchlantirib, tez orada yetib borishini aytadi. Ruhoniy ikki yordamchisi bilan uyga keladi va otasiga o'zi va o'g'li uchun eng yaxshisi bu joyni tark etish bo'lishini aytadi. Bola yig'lab, iltimos qilardi. Ular favoradagi yaxshi ayolga zarar yetkazmasin deb. Otasi uni tutib turishga majbur bo'ladi, lekin oxiri o'g'lini uydan olib chiqishga muvaffaq bo'ladi. Ular ketgach, ruhoniy yordamchilariga qaraydi. U ko'ylagini yechadi va ichidan SCP logotipi tushirilgan jileti ko'rinadi. Yordamchilari ham xuddi shunday qilishadi. Endi uni izolyatsiyalash vaqti deydi u va ular favoradagi noodatiy mavjudot tomon yo'l olishadi. Salom, men doktor Pop va bu esa SCP-054, ya'ni suv nimfasi deb tanilgan hodisadir. Bu SCP boshqarmasi tomonidan qayd etilgan g'ayritabiiy mavjudot bo'lib, u juda noodatiy xususiyatlarga ega.
U 9 litr oddiy buloq suvidan iborat bo'lsa-da, ko'pincha ayol inson shaklida namoyon bo'ladi. Ammo u boshqa insonsimon shakllar yoki oddiy geometrik ko'rinishlarga ham kira oladi. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarni yurg'azib, bir videodan hattoki $500 daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Bu shakllarni qanday saqlashi yoki harakatlanishi, qanday amalga oshishi hozircha noma'lum. Chunki tekshiruvlarda hech qanday issiqlik, elektromagnit, biologik yoki boshqa har qanday energiya belgilari aniqlanmagan. SCP-054 suv havzasiga kirganida u atrofdagi suvdan farq qilmaydi. U o'z hajmini to'liq saqlab qolish uchun vaqti bilan butunlay suvga sho'ng'ib turishi kerak. Chunki bug'lanish natijasida hajmi kamayib borardi. Anomaliyadan bug'lanib chiqqan suv namunalarini ham boshqarma yig'ib oladi. Ular oddiy suvdan farqlanmaydi va hech qanday g'ayritabiiy xususiyatlarga ega emas. Topilgandan so'ng SCP-054 Site-08 bazasiga olib o'tkaziladi va u yerda chuqur tadqiqotlar boshlanadi. Uning maxsus saqlash kamerasi havo va suv o'tkazmaydigan qilib qurilgan. Iqlim nazorati tizimi o'rnatiladi va ichida toza buloq suvi bilan turdirilgan bezakli favvora joylashtiriladi. Ajablanarlisi shundaki, bu mavjudot yangi yashash joyidan mamnun edi va boshqarma xodimlari tadqiqotchilar, qo'riqchilar va texniklar bilan faol va do'stona muloqot qilardi. U ko'pincha ular shakliga kirib, o'nqaroq harakatlar qilardi. Avvaliga u xodimlar bilan muloqotdan so'ng favvoraga qaytib ketardi. Ammo vaqt o'tgan sari o'zini erkinroq his qiladigan bo'ldi. Oxir-oqibat u deyarli butun vaqtini suv tashqarisida o'tkaza boshladi. Shunga qaramay, tanasidan namuna olishga harakat qilganda darhol favvoraga qaytib suv ichiga yashirinardi. Garchi SCP-054 o'zidan suv namunasi olishga yo'l qo'ymasa-da, unga oid asosiy ma'lumotlar boshqarma olimi Dr. Seskel tomonidan o'tkazilgan turli testlar orqali olingan. Biroq bu testlar axloqiy jihatdan to'g'ri bo'lganmi, bu sizni bahoyingizga havola. Suvdan mahrum qilish testi. SCP-054 bir muddat suvdan to'liq uzib qo'yilgan. Natijada u o'z shaklini o'zgartirib, sirtini iloji boricha kichraytirib, bug'lanishga kamaytirishga urinardi. Dastlabki kunlarda u hali ham xursand bo'lib xodimlarni kutib olar. Bu esa uning suvga bo'lgan ehtiyojini yoqimli ko'rinishga kirib qondirishga urinayotganini ko'rsatish mumkin. Ammo suv qayta ta'minlangach, u bu kayfiyatini yo'qotadi. Go'yoki quvnoqlik yordam bermayotganini anglagandek. Ekstremal harorat testi. SCP-054 muzlash holatiga tushirilganida harakati sekinlashadi va yakunda butunlay muzlab qoladi. Muz bo'laklari o'rganiladi, ammo oddiy suvdan farq aniqlanmaydi. Keyinchalik issiqlik 95 gradus Selsiy darajasiga ko'tariladi. Bu safar SCP-054 agressivlashadi va qochishga urinadi. Shu testdan so'ng u test hududiga ko'chirishga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Ehtimol endi u o'ziga zarar yetkazilishini mumkinligini anglagan edi. SCP-054 ning xotirasi ham tekshiriladi va u murakkab jumboqlarni yechish hamda labirintlardan chiqishda yuqori qobiliyat ko'rsatadi. Dastlab uni bu testlarga jalb qilish qiyin bo'lgan. Biroq doktor Seskel elektr toki yordamida uni rag'batlantirish mumkinligini aniqlaydi. Biroq tadqiqotchilar bu usuldan haddan ortiq foydalanganliklari sababli SCP-054 kuchli sinovlardan keyin 48 soatlik dam olishga muhtoj bo'lib qoldi. Oxirgi tajriba SCP-054 o'z shaklini qanday saqlab qolishi o'rganilayotganda unga xlorid kislotasi ta'siri o'rganildi. Kutilganidek, u bu testga qarshilik ko'rsatadi. Uning harakatini cheklash maqsadida xona harorati muzlash darajasiga yaqinlashtiriladi. Ammo u yetarli bo'lmaydi. SCP-054 doktor Seskel va uning yordamchisiga hujum qilib, ularni jiddiy jarohatlaydi. Bu hodisadan so'ng barcha testlar to'xtatildi. Ayniqsa uni erkak xodimlarga kuchli ishonchsizligi aniqlandi.
Chunki tajribalarning aksar qismini aynan ular olib borgan edi. Bu hujumdan keyin SCP-054 Euclid toifasiga o'tkaziladi. Biroq sinovlar to'xtatilgandan so'ng u keyingi 5 yil davomida hech qanday agressiv harakat qilmagan. Bu tinchlik davridan so'ng SCP-054 xavfsiz toifaga tushiriladi va hozirda u yana tajribalarda ishtirok etishga tayyor ko'rinadi. Biroq endilikda barcha sinovlar biologiya bo'limi E7 nazorati ostida olib boriladi va tajribalarda faqat ayol xodimlar ishtirok etishi tavsiya etiladi. Garchi u xavfsiz deb tasdiqlangan bo'lsa-da, SCP-054 bilan ishlaganda ehtiyot choralariga qat'iy rioya qilish lozim. Texnik xodimlar kimyoviy himoya kostyumlarida bo'lishi kerak va chiqishdan so'ng maxsus quritish xonasida 10 daqiqa qolishlari talab qilinadi. Chunki SCP-054 tanaga yopishib chiqib ketishi mumkin. Agar u qochishga urinsa, butun kamerani sovuq azot bilan to'ldirib muzlatish protokoli ishga tushiriladi. Endi savol: suv nimfasi misolida SCP boshqarmasi haddan oshganmi? Yoki bu insoniyat xavfsizligi yo'lida anomal holatlarni o'rganish uchun to'lashimiz lozim bo'lgan narxmi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Endi borib Dr. Bobning boshqa fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCP-ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.